Sizlar bilan Amir va bugungi vipustda Vandrujan bilan o'ynayman va bu Zohidjon. Zohidjon bilan hozir birga bir tashiymiz Zapros. Va 11-12-sekund уже ketmoqda. 13, 14, 15 va uning sostavi 118 va Vartada 112 Robert Sanchez, 114 qirilgan LZ'da 118 Alfonso Davis, TZ'da Barzagli va TZ'da Lucio, PZ'da kim edi? PZ'da kimdir edi? PZ'da kimdir edi va TSP'da Fabian Ruiz 116 va Biots'da va Vartas Robert Sanchez va PZ'da Cafu edi. Mana sostavi va qani kim uchun vaqt ko'rsatadi, hurmatli obunachilar. Va mana ishlatdi. Bu o'rtalari sal g'alatiroq o'ynaydi. O'shanchun mana shunaqa. Bu qaysi komandaligini lekin bilmayman. Uy, Cristiano yaxshi o'ynadi. Kuyt udar. Rikoshet himoyachi dedi. 3 himoyachi bilan qoldik. 3 himoyachi. Dizere Duedan hujum va Nesta yaxshi o'ynadi. Zico, Vicha Kvaratskhelia va Michael Owen kirdi va gol tiqib qo'ydi. Sinim chalg'itib qo'ydi. Kerakli vaqt. Vichaga pas. Uy, Alfonso Davisga. Bekor gapirdi dedi-yu. Program to'lkamoqchi va udar. Yaxshi birinchi udar. Mayli yutqizib qo'yamiz. Chunki internetim nolan qotdi. Oy, sal qoldi. O'zim internetim lag bosdi juda ham ko'p. Vaziyatlarda pas. Yaxshi o'ynadi. Yaxshi Zohid. Ko'rayotgan bo'lsang, yaxshi o'ynaysan. O'rta juda ham, lekin internet qotayotganini ko'rsan. Va yana bitta gol tiqib qo'yishi mumkin edi. Chunki lag bo'ldi. Ko'rasizlar, hurmatli. Birinchidan bir amallab 1-0 ga tugatib oldik va juda ham katta lag bo'ldi. Biz bitta Nesta almashtirib olmasak bo'lmaydi hozir. Nestani almashtirib turaylik hozir. Sekunda va chiqib tursin. Bildim shu bilan boshlashini. Tijira bilan boshlashim bildim. Cafu ham yugurmoqda. Uy, Zico! Yaxshi. Vicha etdim-ku, lag bo'ldi. Chalg'itdi. Uy dedi. Tun. Shu juda ham yomon oldi ekan. Ikkala himoyachi orasidan kirib ketsa bo'ladi shu fint bilan. Zo'r fint degan shu. Voy! Penalti! Barzagli chiqib ketdi. Cristiano Ronaldodan udar, ikkinchi добивание. Schweinsteiger chiqardingiz, разумение.
Yana bitta penalti bo'lish kerak, nimadir ularga shtrafni berib qo'ymoqda. Mayli. Stoichkovdan olib chiqib ketdi, lekin penalti berdi va biz u penaltidan foydalana olmadik. Cristiano zo'r udar tepuvdi, bekor yo'q tepaman. Qarang. Va babu gol bo'ladi. Aytdim-ku babu gol bo'ladi. Babuni babu oxli. Rodan xursand bo'lmaymiz, chunki yana internet lag bo'lyapti. Va Xvicha Kvaratskhelia yugurmayapti hamda. Ha, bo'ldi mana yaxshi bo'ldi internet. Va Tizre duedan olib qo'yish kerak. Va hozir oy yaxshi o'ynadi Rice. Fabian Tizre. Oy kontrga chiqib ketishimiz kerak shu payt. Oy Alfonso Davisdan olib qo'yganimizdami? Zo'r splash Stoichkov. Oy Dumfries zo'r o'ynamoqda Dumfries. Alfonso Davisdan o'tdik. Bu shu kelmoqda bizning oldimizga. Zico'dan pas bo'ldi. Bobby Charlton, Michael Owen. Hozir Vit va 2-1 yutdik Zohidjonni. Va yana bitta o'yindan keyin videomizni tugatamiz. Yaxshi, zo'r. Yaxshi Zohidjon, yaxshi Cristianodan va yaqqol biz uni yutamiz. Aytdim-ku. Biz yutamiz, to'rga udanimizni ko'p. Yutamiz. Prosta mana buni o'ynadim, lag bo'ldi. Laga chiqildi, juda ham ko'p. Va bitta o'yin 2-2 bo'ldi, bitta o'yin 3-2 bo'ldi. Ayniqsa menda laga chiqib qo'ygan payt shu bo'lib qoldi. Keyin ularga tushuntirsam, lagach bo'lib qoldi desam, bular ishonmayapti, bahona demoqda. Lekin men babi yutgan bo'lardim o'sha payt, lag bo'lmaganda va ko'p vaziyatda menda lag bo'lib qoldi hujumga chiqqanimizda. Hozir masalan ko'ryapsizlar, lag bo'lyapti. O'ynayotganimizda, mana o'ynayotganimizda shunday lag bo'lyapti, qiziq vaziyat shu kirib ketyapti shunday. Tepmoqchi o'sha lag bo'lyapti-da, boshlanyapti, qimirlamayapti unda. Shunday gol chiqib qo'yadigan vaziyat. Bo'lyapti shu kirib ketmayapti-da. Lag bo'lyapti. Tushuntirsam ishonmayapti. Masalan, o'zingiz lag bo'lganini ko'rishadi. Ishonmayapti. Mana yana bitta lag. Aytaman-ku, men lag bo'lyapti yomon. Yaxshi o'ynashdi Cristiano bilan George Best. Cristianodan gol 8-minutada yaxshi. Ko'rsatilgan bemalol chiqib ketgandan gol bo'ladi. Xvicha yaxshiroq. Betalak mana. Orqaga ketolmaydi, bilanchi orqaga olib, keyin aldab pas berib o'yinchilik shunaqa gol urdi. Bobby Charlton yaxshi o'ynadi. Charlton shu vaqtda biyo bilan chiqib ketdi. Hozir yaxshi chiqib ketdik. Shu vaqtda yetib oldilar. Va pas George Bestga pas. Ikkinchi gol cho'ydan. Aytdim-ku, lag bo'lmasa Luvoyni yutaman. Ongaril chista mana gol ishlatilmadi. O'zi yuguraman. Sirazi Michael Owenni Cristianoga almashtirmoqda. Sirazi chunki 2-0. Oy. Bo'ldi. Tiklan oldik, bo'ldi. Abaroni eshitdik. Aytdim-ku, lag bo'lmasa juda ham zo'r bo'ladi. Ishdan ketdik. Kun edi. Cristiano Garayni qiyshu menni ham bundan oldim.
o'yinni o'zgartirib olish mumkin. Shans bor. Hali endi birinchi taym ham tugagani yo'q. O'shaning uchun shans bor hali o'yinni o'zgartirib olishga. Oppa, gol. Voy, bo'lmas. Teshura bo'ldi. Chunki orqa debdi sal oldi voqlera bergandan. Tejira. Cristiano'ga. Uy, tejira qattiq. Oppa. Penalti berdi, penalti. Sal noaniq bo'ldi, mayli. GG ko'rsatmoqda. Bundan oldin yutqizdi, bundan keyin ham yutqizadi, deydi. Bu yerda bizda hozir Mor xatoga yo'l qo'ydi. Mor penalti ishlab berdi. Yo, penalti shu ishlab berdi ularga. Voy, yetdim-ku, hali oldinda xursand bo'lmaymiz dedim-ku. Baba, ustunlik men tomda. Ammo qaraylik, Stoichkov kirdi, pas berdi. Juda ham qattiq pas bo'lgan ekan. Nestos baba avtogol kirgan bo'lardi. Meni Rays bilmadim nima qildi u yoqda. Rays kiydi-da bu. Rays qaromadi u yoqda. Chunki Rays shunday orqada turibdi-da Rays. Qarash kerak-ku. Yaxshi. Ular. Sekin sentrga pas. Voy. Fol ishlatilmadi bu yerda. Chista o'zim tan olaman. Chista fol ishlatilmadi. Qo'ymasa bo'lmaydi. Oy, kirdi, opasni. Voy, Stoichkov, yaxshi. Yomon demayman, yaxshi o'ynadi. Lak bo'lmadi, tan olaman dedi. Voy, lekin bu yerda shtraf fol bor edi. Fol bor edi. Va Dumfries sal kech qoldi bu yerda. Va bitta o'tadi. Bizning George Bestimiz. Va pas ko'tardi. Bu sal Cristiano Ronaldodan uspech qila olmadi. Charlton. Aytdim-ku, qo'tyapti juda ham. Qotmasa yaxshi o'ynayman juda ham. Ketdi. Transfer juda ham katta. Oy, Zico ko'tarishga Cristiano Barzagli oxirgi sekundada olib qo'ymoqda. Shu Barzagli ham ishni qildi. Bo'lmasam Ziconi olib qo'ymaganda GG tashamasin. Hamma xayr, hurmatli yoshlar, salom Amirxon.